Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Agar siz moliya sohasiga qiziqsangiz, SSE haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Birinchi savol, SSE o'zi nima? Va ikkinchisi, SSE sizga kerakmi? Ushbu videoda biz shu haqida gaplashamiz. SSE sertifikatini biz moliya sohasidagi IELTSga o'xshatsak bo'ladi. Chunki bu moliya sohasidagi bilimlaringizni tasdiqlab beradigan xalqaro darajadagi sertifikat hisoblanadi. Hozirgi kunda SSE sertifikatiga ega mutaxassislar 180 dan ortiq davlatlarda tan olinadi. Asosan moliya, bank, audit, buxgalteriya kabi sohalarda faoliyat yuritadi. SSE sertifikatiga qiziquvchilar 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi, moliya sohasida agar siz yangi bo'lsangiz. Agar siz moliya sohasida umuman bilimga ega bo'lmasangiz ham SSE sertifikatini boshlashingiz mumkin. Chunki bilimlar barchasi boshidan boshlanadi, noldan boshlanadi. Va siz nimalarga erishasiz? Birinchidan, siz moliya sohasidagi bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Ikkinchidan, siz biznesni yaxshiroq tushunasiz va buning natijasida sizni qarorlaringiz oldingiga nisbatan yaxshiroq bo'ladi va bu sizga yaxshiroq daromad topishingizga yordam beradi. Demak, ikkinchi toifa bu moliya sohasida o'qiyotgan talabalar. Agar siz SSE sertifikatini o'qisangiz, quyidagi afzalliklarga ega bo'lasiz. Birinchisi, universitetda o'rganayotgan mavzularingizni yaxshiroq tushunasiz. Ikkinchisi, xalqaro darajadagi kerak bo'ladigan bilimlarni o'zlashtirasiz. Uchinchisi, kelgusida katta xalqaro tashkilotlarga ishga joylashishingizga yordam beradi. Uchinchi toifa, agar siz moliya sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, bu sertifikat sizga nimalar beradi? Birinchidan, siz o'z sohangizda professional kadr bo'lishingizga yordam beradi. Ikkinchisi, siz biznes jarayonini yaxshiroq tushunishingizga va korxona uchun ko'proq foyda keltiradigan kadr bo'lishingizga yordam beradi. Uchinchisi, agar siz o'z ustingizda ishlab, yirikroq tashkilotlar, xalqaro tashkilotlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, ushbu sertifikat sizga yordam beradi. SSE sizga kerakmi yo'qmi deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, 3 ta narsaga e'tibor bering. Birinchisi, moliya sohasiga qiziqishingiz bormi? Ikkinchisi, o'z sohangizda yaxshi mutaxassis bo'lishni xohlaysizmi? Uchinchisi, siz xalqaro tashkilotlarga, xalqaro firmalarga ishlamoqchimisiz? Agar siz SSE o'qishga qaror qilgan bo'lsangiz, sizdan quyidagi narsalar talab etiladi. Birinchisi, moliya sohasiga qiziqish. Ikkinchisi, hisob-kitoblar haqida ozgina bilim. Uchinchisi, ingliz tilini bilish. To'rtinchisi, albatta tartib inson. FinSchool'da kechki guruhlarda SSE kurslarini o'qishingiz mumkin. Sizni kutib qolamiz.